Assalomu alaykum hurmatli Bo'ston Bakler kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda bir domning puluna, ikki kanal domning puluna to'g'rirog'i ajoyib bo'lgan bir joy ko'rsatamiz. Yer maydoni 8 sotikka teng. Dokumentidan, xat hujjatidan hech qanday muammo yo'q. Wi-Fi, to'q, vodoprovod, oqarsuvdan hech qanday muammo yo'q, hamma narsasi bor. Ko'chani ug'ilida joylashgan, uglovoy joy bo'ladi. Ustunda 1-2 so'm xayrni kelsangiz ham bo'ladi. Uyning ichki obzorlaridan tanishib chiqamiz. Ana shunday ug'ilda joylashgan Shalola ko'chasi 22-joy. Ustlari toza shifr qilingan. Joyimiz o'sha 6 xona bo'ladi. Akfa yaxshi plastik oynalar bilan jihozlangan. Endi qish kunlari ana shunday paralab qo'ygan ekanlar. Bu yerda to'g'rida garajimiz bor, bir mashina qo'ygan garaj bor. Hatto'nda oshxonasi bor. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Ana shu Lachin Mo'rayimiz ham sotiladi, mototsiklimiz ham. Hali toza, ko'p yurmagan. Narxi 20 million so'm, ustida 1-2 so'm kelishib olsanglar bo'ladi. Uyning ichki obzorlari bilan tanishamiz. Orqa kirish eshigi bo'ladi. Yaxshi sifatli temir eshiklar qo'yilgan. Endi polniy naves bo'ladi. Old tarafi, uyimizning orqa tarafi polniy bog' bo'ladi. Yerlari yaxshi. Oqarsuvdan hech qanday muammo yo'q. Uyimizning ichidan tanishib chiqamiz. Shunda ko'chadan kirganimizda mana shunday katta hol bo'ladi. Chap tarafimizda ko'tarma pol qilingan oilaviy o'tirish uchun. Kirganimizda o'ng qo'limizda birinchi mehmonxonasi. Mehmonxonasi ham keng. Jildonlar bilasizlar, plita bilan bostiriladi. Uyimiz 100% plita bilan bostirilgan. Gungna pechlar, mana ishlab turibdi, qizib turibdi. Bu yerda gaz yo'q bo'lgandan keyin mana shunday gungna pechlar o'rnatilgan. Orqa tarafdan o'tganimizda katta bir ana shunday hol bo'ladi. Endi hozir qish bo'lgani uchun oshxona shu yerda временный foydalanib turgan ekanlar. Yozning kuni oshxonasi bor o'zini. Bu tarafimizda bir spalnisi joylashgan. Xollari keng. Orqa qarag'an oynasi bor. Akfa plastik oynalar o'rnatilgan. Pech ham o'rnatilgan. Bu yerimiz ikkinchi spalnisi bo'ladi. Bu tarafimizda yana bir katta mehmonxonasi bor. Ikkinchi mehmonxonamiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda gungna pechlar o'rnatilgan. Ko'chaga qaragan katta oynasi bor plastikdan. Umumiy hisobda 2 zal, 2 spalniy o'tib, katta bir ayvonchasi bilan. Planlari yaxshi, xonalari hammasi razdelniy bo'ladi. Remontlar ham normal holatda jiddiy avoylar qilingan. Orqa hovlisiga chiqqanimizda ana shunday zelenniy zonasi bor. Dehqonchilik etaman desanglar yeri bor. Mol, qo'y, bog'aman desanglar ham mana sharoiti bor. Narxi ham вообще zo'r narxda bo'ladi. Olavoy ham bor ekan. Olavoymi, nima bo'ri bosarmi? Do'stlar, uyimizni ko'rib tanishib chiqdinglar. Yer maydoni ham keng, 8 sotik. Endi bu videoni mol, qo'y, bog'aman, bir kenglikda yashayman degan tanishlarga tashlab qo'yasizlar. Narxi ham вообще shikoyat narxda bo'ladi. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Sharq Yulduzida joylashgan. Shahar markazidan 8-10 kilometr uzoq. Ko'p emas. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Pastga nomerlarga telefon etsanglar, o'zimiz ko'rsatamiz. Bo'lmasa uyda hamma odam bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Shunda ko'prdan tushganimizda chap qo'limizda oxirgi ko'chadan kirganimizda Shalola ko'chasi 22-uy bo'ladi. Bu videoni Sharq Yulduzida turadigan og'ayin tug'an Jo'ra yardosingizga tashlab qo'yamiz. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bir layklardan bosib qo'yamiz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom qiling. Narxini kelsak, narx 14 ming dollar, 14 ming dollarga normal ekran davom bermaydi. Yer maydoni 8 sotik.